Janoza. Qalblarni larzaga soluvchi yana bir mudhish voqea. Taniqli inson bugun afsuski dahshatli avtohalokat qurboni bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yo'lda mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan yo'l-patrul xavfsizlik xodimlari Mo'minov Vahobjon Abdullayevich marhum Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l-patrul xizmatida katta inspektor bo'lib ishlagan. Muhammadov Jasurjon Rasul o'g'li marhum Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l-patrul xizmati inspektori jasorat medali bilan taqdirlanishdi, deyiladi xabarda. Iltimos, video ostida like bosing. Siz bu bilan videolarimiz YouTube'da kengroq tarqalishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.